Hurmatli do'stlar, 23-aprel 2025-yil kuni sizlarga reklama sotuvimizda Trailblazer mashinamiz bor. Охотник bratlarimiz uchun, внедорожникka qiziquvchilar uchun mashinamiz zo'r narxda turibdi. Xohlasa sizlarga yana reklama etib beraman. Narxini bemalol boshqa yerlar bilan solishtirib ko'rsangizlar bo'ladi. Bunday narxda yo'q. Kraskalari 100% родной 2020-yil 21 kuzov bo'lgan. Qaranglar. 4 dona yumshoq balon qo'yilgan. 3.6lik объемdagi motor bo'ladi, atmosferniy. Metan, propan, xolagan narsalaringizni qo'yib haydasangizlar bo'ladi. Lekin bu mashinamizda eng qiziqli yeri shu o'rinda mana. Metan gaz uстановка bo'lgan. Полностью shumka bo'lgan mashin. Metan gazdan yuztib o'tamiz. Teyini 3 dona 30lik gaz qo'yilgan. Bemalol zapravka qilasidan haydab yuraverasizlar. Salonlar ham akkuratniy holatda. Narx ham zo'r obunachilarimiz, shuning uchun videomizni oxirigacha ko'rib turib, like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmadi. Sizlar uchun zo'r narxdagi mashinalarni, zo'r sotgan mashinalarni chiqarib borsa, harakat etamiz. Xo'sh. Mana salon qismi. Sidiyalarning hammasi bor. Rulni qo'jasi motiv turishini ko'ringlar. Akkuratniy mashin. Telarni qo'likda qo'yilgan, barlari bor. Xullas bir gap bilan aytganda tayyor. 73500 km masofani bosib o'tgan. Probegini, kraskasini hamma o'zini garantiya beramiz mashinamizning. Alda orqalari tortadi. Xullas, nima deydi? Hamma funksiya bor bu mashinamizda. O'zi tushunadigan odamlar biladi. Gelib görüp xaritati bo'ladilar. Xo'sh, obunachilarimiz videomizni ko'p cho'zib o'tirmay narxini aytib o'tamiz. Narxi 295 million so'm. 295 million so'm. Bemalol avtosiylarga kelib turib xaritati bosangizlar bo'ladi. Mashinani kraskasi, probegi, motori hamma o'zini garantiya beramiz. Полностью родной hammayri. Shumkalar bo'lgan, metan gaz yumshoq pollar tayyor. 3.6lik motor. Bemalol avtosiyal salonimizga kelib turib xaritati bosangizlar bo'ladi. Ya bismillah. Yana motorlari. 2 dona reduktor bilan qo'yilgan metan gaz konditsionerlari zo'r ishlab turibdi. Motorida kamchiligi yo'q. Sistem probegi 73 ming. 295 million so'mga sotuvga qo'ydik. Bemalol kelib turib avtosiyal salonimizdan mashinamizni naqd pul, avtokredit va barter variant asosida xaritati bosangizlar bo'ladi. Avtokredit etib olaman degan mijozlarimiz uchun boshlang'ich to'lovi 30 million so'm, notariuskaya hamma xarajatlari bilan shu 35-36 million so'mlar bilan mashinamizni xaritati kessangizlar bo'ladi. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yinglar. Shunday zo'r sotsiyada noyob narsalarni chiqarishda davom etamiz va like bosib kuzatish esdan chiqmasin. Hammalaringizni avtosiyalda kutib qolamiz. Manzilimiz Urganch Gullan yo'li. Bu yoqda ruhiy kasalliklar shifoxonasining svetoforini o'tganlaringizdan keyin o'ng qo'lda, bu yoqda Sputnik svetofor Gullandan kelaversiz, shunda o'tganlaringizdan keyin chap qo'lda avtosiyal joylashgan.